Akalar, endi shlaka blok, paxsa devor urish umuman shart emas. Qaranglar. Zamonaviy Yevro zaborlarni ishlab chiqarish joyiga kelinglar, qaranglar. Ahamiyat berasizlar. 2026-yil narxlari qanday bo'lyapti? Hamma ma'lumotni hozir ishlab chiqaruvchi akamiz olamiz. Assalomu alaykum. Qarang, 2026-yil zamonaviy Yevro zabor, kimdir beton zabor deydi, akalar. Bu qanday hisoblanadi? 1 kvadrat komplektga hisoblanadi. Komplektga qanday bu? 2 ta stol va 4 ta panel. 4 ta plitasi bo'ladi. 4 ta plitasi bo'ladi. U narx qarang. O'zbekiston bo'ylab dastavkalar bor. Samarqand bo'yicha buni 3 talik bo'ladi. 2 ta stol va 3 ta plita bo'ladi. 300 ming so'm bo'ladi. 300 ming so'm. Agar 4 talik bo'ladigan bo'lsa, 4 talik bo'lsa 340 ming bo'ladi. Agar 5 talik bo'lsa, 5 ta bo'lsa 440 ming bo'ladi. 440 ming. Undan tashqari qaranglar. Aksesuarlari ham bor ekan. Ya'ni bu stolban ustiga turadi, to'g'rimi? Ha. Bu qanday donasi baymi? 35 mingdan donasi har bir. 35 ming so'mdan akalar ishlab chiqaruvchi Optim birinchi qo'l joyga keldik. Ya'ni hozir shlaka blok, boyagiday paxsa devor qilish shart emas. Akalar, eng qizig'ini aytadigan bo'lsam, buni bir joydan ikkinchi joyga ham ko'chirib ishlatsalang bo'ladi. Zo'r gap bo'lishi mumkin emas. Bundan tashqari yana nimalar qilamiz? Uzun toklarga ham shivillerlar bor. U qanday narxlari? Ular 30 mingdan 34 minggacha. 30 mingdan 34 minggacha bo'ladi. Ularga ham dastavka bor. Dastavka bor, hamma. Dastavka, ya'ni ustanovka, mana shu aytilayotgan narxda ichiga bo'ladi. Ichiga bo'ladi, hamma. 12 ta viloyatga ham. Yo'q, Samarqand bo'ylab. 12 ta viloyatga bo'lsa o'zgariladi narxlar. Ha, ya'ni kelishilgan narxlarga bo'ladi. Akalarimiz birinchi qo'l bo'ladi. Akalar bemalol telefon qilib o'rasizlar. Zabor qildirmoqchi bo'lgan akalarga maksimal darajada tarqatib qo'yasizlar. Yo'laklarni qizartirib qo'yasizlar. Obuna bo'lish esdan chiqmasin. To'liq video Usaudio YouTube kanalimizda ko'rishingiz mumkin.